Akalar men bunaqa turbicha umrimda ko'rmagan. Behozir bu qarang. Mana bu chek qarang mana shu yerda. Ya shunday bo'linadi. Bet o'lchasam 8 so'm chiqadi, lekin dokumentda 7 so'tiga 20 desatka ekan. 2 odam bo'lishib olsa ham bo'ladi. Bu chekimizning narxi 4,5 million. Xudoga ozmoz kam bor. 2 kishi aka-ukami, 2 ta o'g'li bor ekan, Hasan Husanlarga ham 2 ta oshna o'g'ayni sotib olib, 2 yil bo'lsa ham bo'ladi. Betga chiroyli qilib Toshkent forma qilib, chiroyli qilib sog'sa bo'ladi. Sizlarga lokatsiyasini tushuntiraman. Oq yo'l bor, ha. Oq yo'ldan jicha pastroqqa tushganda Mo'ykan o'g'lidan shuni kirib ketgan ko'cha. Ko'chamiz faqat tinch, sokin, soyda bo'yida, arada suvlar kelyapti mana. Ko'ryapsizlar, arada suvlar bor. Mana soyda bo'yida ishdan kelganda chiqib olib, o'tirib, bola chaqangizdan olingiz cho'miltirasiz, olingiz o'zingiz cho'milasiz, olingiz baliq tutasiz. Mana toshlar terilgan, tayyor. Selga ham xudo o'zi xalaqit bermaydi, selga ham umuman. 32 yildan beri yashagan bo'lsa, necha marta selga kelgan bo'lsa, ko'rasiz, bir qadam ham bu yoqqa jilmagan. Sababi bu yerda toshlar terilib, o'sha mahallalar ko'ryapsiz, starovkasi bor. Bemalol qiziqqanlar bo'lsa, srochniy yozinglar, hozir bu yerda klientlarimiz mana baraka bo'lib turibdi, lekin men sotgan yo'qmiz. 4,5 milliondan oz kami bor. Srochniy aloqa qilsanglar, xudo o'zi zo'rnami 2 kishi tas bo'lib olsanglar bo'ladi. Toshkent forma qilib, chokki qilib uy solsanglar bo'ladi. Dokumentlardan umuman muammo yo'q. Aron rayonimizni bilasizlar, 1 sotiga hozir 2 million bo'lib ketdi. Bu yerda esa 7 sotiga mana 4,5 million. Mana sentrdan hech qancha uzoq emas. Ya bo'lsa 5 kilometr mazatli joylar. Bu chekimizga qiziqqanlar bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar.